Tasavvur qiling 1980-yillar va siz ko'chada taksi to'xtatyapsiz. Oldingizga bir taksi kelib to'xtadi. Siz o'tirdingiz va birdan qurolini sizga o'qtab, jim turishingizni so'radi. Sizni olib ketayotgan taksi to'g'ri aeroportga, o'zining shaxsiy samolyotiga o'tirg'izib, odam qadami yetmaydigan joylarga olib bordi-da, o'zini qo'liga miltiq oldi. Sizni qo'lingizdagi kishanlarni esa yechib, "Yugur, sen bugun o'ljasan, men esa ovchi" dedi. Ha, o'ylam, bugun mana shunday seriyali qotil haqida gaplashamiz. Hozir men sizga aytgan voqeam ancha soddalashtirilgani, voqea esa aslida ancha jiddiy. Videoni boshlashimdan oldin kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va komment yozing. Bu menimcha uncha qiyin narsa emas. Nima deb yozishni bilmasangiz, shunchaki Mr. M deb yozib qo'ying. Bu menga katta yordam bo'ladi. Demak, miyangizga ko'ylak rejimini yoqing, chunki koinotda bu videoni ko'rishingizga hech kim xalaqit bermaydi. Demak, Robert Hansen 1939-yil 15-fevralda Iowa shtatining Esterville shahrida tug'ilgan. Bu shahar ancha kichik, taxminan 6000-7000 odam yashaydigan joy. Onasi amerikalik ayol Margaret Ebna, otasi esa daniyalik muhojir bo'lib, novvoy edi. Uning ismi Christian, ya'ni Chris Hansen. Aytishlaricha, uning ota-onasi juda qattiqqo'l va intizomli odamlar bo'lishgan. Bu esa Robert uchun oson bo'lmagan. U otasini yaxshi ko'rgan, lekin undan ko'proq qo'rqqan. Shuning uchun ularning munosabati unchalik yaxshi bo'lmagan. Ya'ni bemalol ota-bola suhbatlasha olmagan. Otasi uni juda yoshligidan novvoyxonada 12 soatlab tinimsiz ishlashga majbur qilgan va bundan tashqari Robert chapaqay bo'lgani uchun o'ng qo'l bilan ishla deb ham uravergan. Maktab yillarida esa u yanada ko'proq qiyinchiliklarga duch kelgan. U juda uyatchan, odamlar bilan gaplashishga qiynaladigan bola edi, chunki u duduqlanib gapirardi va unda juda kuchli husnbuzarlar bor edi. Buni katta bo'lgandan keyin rasmlarda ham ko'rishingiz mumkin. Bu unda ancha jiddiy chandiqlar qoldirgan. Sinfdoshlari har kuni uni masxara qilishardi. Qizlar esa doimiy rad etardi. Maktabdagi muammolar, uyga kelgandan keyin otasining unga bo'lgan e'tiborsizligi tufayli yigitcha butunlay dunyodan yakkalanib qoldi. U oxir-oqibat jamiyatdan butunlay uzilib, ov qilish, baliq ovlash va Esterville atrofidagi o'rmon va dalalarda kamonlardan o'q otish bilan shug'ullanishni boshladi. Va u yerda Robert nihoyat o'zi yaxshi ko'rgan narsani topdi. U sabrli edi. Robert o'ljani qancha kutish kerak bo'lsa, shuncha kuta olardi va payti kelganda aniq kamondan o'q uzib o'ldira olardi. Bular albatta muvaffaqiyatli ovchiga kerak bo'lgan sifat. Eng qizig'i, hayvonlar uni masxara qila olishmasdi. Bu yerda u ovchi, ular esa o'lja edi. Aynan shu paytda uning ichidagi boshqalarga bo'lgan nafrat kuchayib bordi. Cho'llarda, o'rmonlardagi bu ovlar tinimsiz kelishlar tufayli u shunchalik professional bo'ldiki, hali voyaga yetmasdan yursa qadami tovushi eshitilmaydigan holatga keldi. 1957-yilda 18 yoshda u AQSh armiyasi zaxirasiga qo'shiladi. Bu orqali u o'z hayotini o'zgartirmoqchi, tinimsiz ish, masxaralardan qutulmoqchi, o'tmishini unutmoqchi edi. 1 yil xizmat qilgach, u Iowaga qaytadi va 1960-yilda bir ayolga uylanadi. Lekin o'sha eski muammolar uni hali ham qiynardi. U hali ham o'zini jamiyatdan chetda, begona his qilardi. Go'yo hech kimga kerak emas odamdek. Va aynan shu yerda uning ichidagi monster asta-sekin tashqariga chiqishni boshlaydi. 1960-yil 7-dekabr kuni 21 yoshli Robert Hansen yosh novvoychini maktab avtobusini garajini yoqib yuborishga ko'ndiradi. Va shu voqea uni jinoyat yo'lini boshlanishi edi. Ular birgalikda bu ishni qilishadi, keyin esa o'smir yigitni vijdoni qiynala boshlaydi va borib hammasini tan oladi. U iqror bo'lgach, Robert Hansen ham fosh bo'ladi. Bu voqeani eshitganidan keyin uning rafiqasi ham tashlab ketadi. Endi u qamoqda. U qamoqda bu xabarni eshitganidan keyin yolg'izlik hissi yana ham ortadi. Avtobus garajini yoqib yuborgan va fitna uyushtirgani uchun u 23 oylik qamoq jazosiga hukm qilinadi. Lekin u taxminan 20 oycha o'tirdi. Keyingi yillarda esa u bir necha bor mayda o'g'riliklar uchun yana qamoqqa tushib chiqadi. Shunga qaramay bizning qahramonimiz yana uylanadi. Ancha dindor va yaxshi ayolga. U keyinchalik bu ayol bilan 20 yildan ortiq yashagan. Robert qancha ayb qilmasin, ayol Robertni tashlab ketmagan va uni maksimal o'zgarishiga umid qilib yashagan. Shunday kunlarning birida Robert Hansen o'z hayotini boshqatdan boshlashga qaror qiladi va 1967-yilda u Anchorage, Alyaskaga ko'chib o'tadi. U yerda u rafiqasi bilan yashay boshlaydi, 2 farzandli bo'ladi. Tashqaridan qaraganda oddiy, tinch oiladek ko'rinishardi. Hatto u jamiyatda hurmat qozonadi. O'z novvoyxonasini ochadi. Odamlar uni yaxshi qabul qilishadi. Alyaska hududida ko'pchilik ov bilan shug'ullangani uchun tez-tez musobaqalar tashkil qilinardi. Hansen esa bularda qatnashib, o'sha yerdagi rekordni ham qayd etgan va turli sovrinlar yutgan. Keyinchalik u yana uchuvchilik litsenziyasini ham olib, hatto kichik samolyot ham sotib oladi. Bunday harakatchan odam albatta odamlar orasida yaxshi hurmat qozondi. Lekin ichkarida hammasi boshqacha edi. 1971-yil dekabrda u 2 marta hibsga olinadi. Birinchi holatda bir ayolga hujum qilishga urinish, ikkinchisida esa jinsiy zo'ravonlik.
Lekin sud jarayonida ayrim ayblovlar bekor qilinadi va u 5 yilga hukm qilinadi. Lekin g'alatiligi shundaki, u atiga 6 oy o'tiradi va chiqadi. Bilasizmi nimaga? Sababi u jamiyatda obro' qozongan hurmatli biznesmen. U jinsiy zo'ravonlik qilmagan. Ha, u men bu ishni qilmaganman desa, politsiya ham unga ishonib ketavergan. Ya'ni u qilgan ishlariga deyarli javob bermagan. Shu paytda politsiya hali tushunmaganda, aynan shu yillarda 1971-73-yillar oralig'ida u yanada og'ir jinoyatlarni sodir etgan bo'lishi mumkin. 1976-yilda u yana o'g'irlik qilib qo'lga tushadi. Zanjirli arra o'g'irlagani uchun. Bu safar u bu qilgan ishi uchun 5 yilga hukm qilinadi va qamoqda unga ruhiy kasallik, ya'ni bipolyar buzilish tashxisi qo'yiladi. Lekin yana hammasi oson tugaydi. Sud uning jazosini qisqartiradi va uni yana ozod qiladi. Va endi biz eng dahshatli voqealardan biriga yaqinlashyapmiz. Robert jinoyat tizimini o'ylab chiqqandi. Masalan, u har doim tungi klubdan raqqosalar va fohishalarni tanlab olardi va ularga fotosessiya taklif qilib, hatto pul ham taklif qilgan. Taxminiy hisobda $300. Keling, jinoyat tizimini birdan aytmaydi, o'sha qizlarning hayotidan gapirib beray. Uning birinchi qurboni Bet ismli 18 yoshli qiz edi. Bu qiz hech qanday tungi klubda ishlamagan, u oddiy talaba edi. Bu jinoyat tafsilotlari to'liq aytilmagan, buni hech kim bilmaydi. Shunchaki qiz do'konga boraman deb chiqqan va birdan yo'qolgan. Oradan bir necha kun o'tib, jasadi bog' ichidan topilgan. Bizga shunisi ma'lumki, uning o'limi bir necha kun ichida sodir bo'lgan. Robert bu qizni o'ldirganini hech qachon tan olmagan. Bu ish hozirgacha yopilmagan ishlardan hisoblanadi. Ikkinchi qurbon 17 yoshli Megan ismli qiz. Robert bu qizni o'ldirganini ham tan olmagan, lekin ko'pchilik bu ishni o'qiganiga ishonadi. Bu qizning taqdiridagi ayanchli narsa, uni jasadi hech qachon topilmagan. Ota-onasi mana shu sababdan ham qattiq siqilgan, chunki farzandini hatto dafn ham qilisha olmagan. Unda ishsiz yo'qolgan jasad, kimligini aniqlasha olmagan jasad, tanasini hayvonlar yeb ketgan jasadlar ham bor. Bunga ko'p to'xtalib o'tirmayman, sababi aytarli hech nima yo'q. Robert bu qizlardan faqat bittasini o'ldirganini aytgan, lekin tafsilotini to'liq aytib bermagan. 1980-yillarda bitta hududda ketma-ket jinoyatlar sodir bo'layotgan. Qurbonlardan yana biri Sherry. U tungi klubda raqqosa bo'lib ishlardi va o'sha yerda ishlaydiganlarga xursand bo'lib aytgan: "Menga yalang'och suratlarimni olish uchun $300 pul taklif qilishyapti." Shu gaplardan keyin ayol yo'qolgan. Keyinchalik Robertning aytishicha, Sherry mashinaga o'tirgandan keyin uni bir paytlar o'zi ov qilgan daryo bo'yiga olib keldi va unga yechinish kerakligini aytdi. Qiz yechinganidan keyin uni orqasidan 3 marta otib, qizni kiyintirdi va voqea joyidan ketdi. Faqat oradan bir necha kun o'tgandan keyingina qizni jasadi topilgan. Keyingi qurbon 22 yoshli Andrea Fish. Fish aslida uni laqabi, chunki ayol baliqqa o'xshash zargarlik buyumlari sotardi va buni hamma bilardi. Unga ham xuddi shunday fotosessiya uchun yaxshigina pul taklif qilgan va uni o'rmonga qo'yib yuborib, o'zi 22 kalibrli avtomati bilan qizni otgan. Shundan keyin jasadni ko'prikdan pastga tashlagan va jasad hozirgacha topilmagan. U qizlarni bir xil usulda o'ldirardi. Birinchi uyga olib kelib, asosan oilasi yo'q paytida podvalga zanjir bilan bog'lab, jinsiy tajovuz va boshqa qiynoqlarni qo'llardi. Bir necha kundan keyin shaxsiy samolyotiga o'tirib, odam qadami yetmagan joylarga olib borib, qochish uchun qizga ruxsat berardi. Qiz ham qochadi va bir necha daqiqadan keyin Robert uni ovlaydi. Bu ovlar hatto bir necha soatlab, hatto kunlab davom etgan. Ishonning u olib borgan joyga faqat qayiq yoki samolyot bilan borsa bo'lardi. Tergovchilar jasadlarni topganlarida kiyimlarda hech qanday o'qdan qolgan iz yo'qligini payqashgan. Bu degani u avval qizlarning kiyimini yechib, keyin qochishga ruxsat berardi. Ularni o'ldirib, kiyintirib qo'yardi. Ha, u har bir seriyali qotilga o'xshab bu ishga juda berilib ketdi va 1983-yil 13-iyun kunida u xato qildi. Oilam, men bu haqida ishlangan film ham topdim. Bu filmni Telegram kanaliga tashlab qo'yganman. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Telegram havolasi kommentariyada bo'ladi. Robert Hansen har doimgidek qiz ovlashga chiqdi. 17 yoshli qiz Cindy Paulson bilan uchrashdi. Unga jinsiy aloqa uchun $200 miqdorida pul taklif qildi. Qiz ham rozi bo'ldi va mashinaga o'tirdi. Lekin mashinaga o'tirishi bilan hammasi o'zgardi. U revolverni chiqarib, qizni qo'liga kishan solib, cho'llarda jasadi yotgan hamma ayollarga aytgan yolg'onini aytdi. Agar qarshilik qilmasang, senga zarar bermayman va majburan uyga olib ketdi. Bu qiz yosh bo'lsa ham ancha aqlli edi. U yo'l bo'yi kelarkan hamma narsani kuzatib keldi. Uyga kelganda ham uyni kuzatdi, panjara osilgan derazalarni o'rgandi. Robert Cindyni yerto'laga olib kirib, qo'lini orqaga qilib, stulga o'tirg'izib kishanladi. Hatto bo'ynidan ham bog'ladi. Umuman harakatlana olmasligini tushunganidan keyin esa soatlab davom etgan qiynoqlarni boshladi. Eng qizig'i, u qizni zo'rlayotgan, qiynayotgan paytida ham qarshilik qilmasa zarar yetkazmasligini aytardi. U Cindyni qiynayotganida oldiga matras olib kelib, qizni oldida ozgina uxlab ham olardi. Turib yana qiynoqni davom ettirardi. Bu haqiqatan ham kinoda eshitiladi. 14-iyun kuni ertalab Cindyni yana mashinaga o'tirg'izib,
Merrill-Field aeroportiga olib boradi. Bilasiz, Robert Hansenning shaxsiy samolyoti bor edi. Mashinaning orqa o'rindig'ida qo'llari kishanlangan holda Cindy Jim o'tirardi. Lekin u bir narsani tushunadi. Robert samolyotni uchishga tayyorlanayotgani uchun biroz chalg'igan. Bu uchun u imkoniyat. Agar hozir qochmasa, keyin imkon bo'lmasligi mumkin. Shu payt Cindy haydovchi tomondagi eshikni ochdi. Orqa o'rindiqdan chiqib, qochishni boshladi. To'g'risi u ancha aqlli ayol edi. Atayin poyabzalini bittasini o'sha yerda qoldirdi. Men bu yerda bo'lganman degan belgi berish uchun. Bu hayot va o'lim orasidagi vaziyatda ham u shuni o'ylay oldi. Aqlli qiz. Oradan ko'p o'tmay, Robert Hansen uning qochganini anglab vahimaga tushdi, chunki bu uni qo'lga tushishi mumkinligini anglatardi. U darhol Cindyni ta'qib qila boshladi. Cindy esa yugurib 6-avenyuga borib, u yerda bir yuk mashinasini ko'rib qolib, oldinga chiqdi. Haydovchi ertalab soat 5 da bilaklariga kishan taqib, yo'lda yalangoyoq yugurib kelayotgan o'smir qizni ko'rdi. U darhol to'xtadi, Cindy mashinaga o'tirdi va undan mashinani tezroq haydash kerakligini so'radi. Robert esa agar uni quvsa, haydovchi ham guvoh bo'lib qolishdan qo'rqib ta'qibni davom ettirmasdan samolyotiga o'tirdi. Yuk mashinasi yo'l oxiriga yetgach, u mashinadan tushdi va yaqin atrofdagi do'konga kirdi. Sotuvchiga yigiti bilan bog'lanish kerakligini aytdi. Uni olib kelgan haydovchi esa o'sha paytni o'zida jo'nab ketdi, ammo politsiyaga xabar berib qo'ygan. Ko'p o'tmay politsiya ham voqea joyiga yetib keldi. Ular Cindy bilan gaplashmoqchi bo'lishadi, lekin do'kon sotuvchisi ularga qizni taksi to'xtatib, Big Timber motelga ketganini aytadi. Politsiya darhol u yerga yo'l oladi va 110-xonada ular Cindyni topishadi. U hali ham qo'llari kishanlangan holda yolg'iz o'tirardi. Uni politsiya bo'limiga olib borishadi va undan hujum qilgan odam haqida ma'lumot so'rashadi. Cindy juda aniq tasvirlab bera oldi, tashqi ko'rinishi, samolyoti, hammasini. Va bu tasvir to'g'ridan-to'g'ri Robert Hansenga mos keladi. Lekin shunga qaramay, politsiya ikkilanib qoldi. Mana shu yerda asabni buzadigan jihat bor. Robert shu paytgacha bir necha marta qamalgan, hatto jinsiy jinoyatlar bilan ham. Lekin u jamiyatda yaxshi odam sifatidagi obro'yini hali ham saqlab qolgandi. Oxiri politsiya uni so'roq qilishga olib keldi. Lekin u tabiiyki hammasini rad etdi. Keyin esa biroz o'tib u Cindyni tanishini, Cindy undan pul talab qilganini aytadi. Aytishicha u buni rad etgan. Shuning uchun Cindy yigitini ayblamoqchi bo'lgan. Bu bilganingizdek o'zini oqlashga urinish edi. Eng yomoni esa uning yaqinlaridan biri, John Henning, unga yolg'on alibi beradi. Juda ishonchli, lekin yolg'on va politsiya bunga ishonadi. Shu sababli Robert Hansen yana javobgarlikdan qutuladi. Endi sahnaga yangi odam chiqdi. Glenn Flood. Alyaska shtati qo'shinlari detektivi. U o'sha hududlarda topilayotgan jasadlarni tekshirayotgan edi. Ular bilardi bu hududda seriyali qotil bor, lekin Robert Hansen bo'lishi mumkin emas, sababi u har kuni politsiyachilarning o'zi undan shirinliklar sotib oladi. Ichimliklar olishadi. Agar u jinoyatchi bo'lganda sezishgan bo'lardi. Lekin jinoyatchi kim? Detektiv Glenn Flood bu ishni chuqurlashtirish uchun yuqoriga bog'lanadi. U yerda u mashhur profilchi John Douglasdan yordam so'raydi. John Douglas jinoyat joylari va topilgan 3 ta jasad asosida profil tuzadi va ancha to'g'ri ishlay oladi. Uning fikricha, qotil oddiy odam emas. U ovchilikda juda tajribali, bu yerlarni yaxshi biladigan, izlarni topishni ham mukammal biladigan odam. Shu bilan birga, ichki tomondan o'zini past baholaydigan, rad etilgan erkak. Douglas yana bir muhim narsani aytadi. Bu odam ayollar tomonidan ko'p bora rad etilgan bo'lishi mumkin va u ehtimol qurbonlaridan esdalik sifatida buyumlar olib qoladi. Bu oddiy taxmin emas edi. Bu aniq psixologik tahlil edi. Detektiv Glenn Flood shu profil asosida jinoyatchilar ro'yxatini tekshira boshlaydi va nihoyat bitta ism hamma narsaga mos keladi. Robert Hansen. Cindyning ko'rsatmalari va Douglasning profili asosida politsiya uning uyini, samolyotini va mashinasini tintuv qilish uchun order oladi. 1983-yil 27-oktyabr tintuv boshlanadi va ular topgan narsalar dahshatli edi. Birinchi topilma jabrlanuvchilarga tegishli zargarlik buyumlari, keyin qurollar, ishoning juda ko'p qurollar. Ular orasida 223 kalibrli yarim avtomat hisoblangan miltiq ham bor edi. Lekin eng qo'rqinchli topilma bu ham emas. Ular aeronavigatsiya xaritasini topishadi. Unda 37 ta kichik belgi bor edi. Xuddi bolta izlari kabi qo'yilgan edi. Politsiya bu nuqtalarni jasadlar topilgan joylar bilan solishtiradi va hammasi mos keladi. Bu uning o'lim xaritasi edi. Dastlab Robert Hansen odatdagidek hammasini rad etdi, u hech narsani bilmasligini aytdi, lekin dalillar birin-ketin uning qarshisiga qo'yilgach, u asta-sekin sinishni boshladi. Avval kichik narsalarni tan oladi, keyin esa hammasini. U 1971-yildan beri Alyaskada ayollarga qarshi qilgan hujumlarni tan oladi. Dastlabki qurbonlar 16-19 yosh oralig'ida bo'lgan. Ular oddiy qizlar edi. Robert boya aytganimdek tashqaridan qaraganda mutlaqo boshqacha inson edi. Hurmatli biznes egasi, yaxshi tanilgan odam, hatto ovchilikda rekordlar o'rnatgan.
Uning uyida devorlarga ilingan ov kuboklari bor edi. Hayvonlar bo'sh suyaklari, shoxlar, lekin bu uyda yana bir turdagi kuboklar ham bor edi. Insonlar bilan bog'liq kuboklar. Robert Hansen unga qarshi yig'ilgan dalillar bilan yuzlashgach, u nihoyat sinadi. U 12 yil davomida Alyaska bo'ylab 17 ayolni o'ldirganini va kamida 30 nafar ayolga hujum qilganini tan oladi. Shunga qaramay u yana bir bor ayblov kelishuvi oladi. Bu kelishuvga ko'ra u 17 ta qotillikdan faqat bir nechtasi uchun javobgar deb topiladi. Rasmiy ravishda u Sherry Morrow, Joanna Mester, Eklutna Anni va Paula Goldingni o'ldirilishda rasman aybdor deb topiladi. Shuningdek, u Cindy Paulsonni o'g'irlash va unga hujum qilishda ham ayblanadi. Aslida esa tergovchilar Robert Hansen 20 dan ortiq ayolni o'ldirgan bo'lishi mumkin deb hisoblashadi. Kelishuv evaziga u politsiyaga yordam berishga rozi bo'ladi. U o'zining o'lim xaritasida belgilangan joylar bo'yicha jasadlarni topishga yordam beradi, ammo afsuski, bugungi kungacha ham ba'zi qurbonlar topilmagan. U ularning joylashuvini o'zi bilan olib ketdi. 1984-yilda Robert Hansen 461 yildan ortiq qamoq jazosiga hukm qilinadi. Shartli ozodliksiz. U 2014-yilda qamoqda vafot etdi. Bugungi video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Agar yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kommentariy yozing, kanalga obuna bo'ling. Nima deb yozishni bilmasangiz, boya aytganimdek, shunchaki Mr. M deb yozib keting. Va eng muhimi, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xudoga xayr. About a man who's one of a kind. He's got swag and he's got style. Ladies love him with a smile. Mr. M, he's got that flow.